ChatGPT va barcha sun'iy intellektlarni hech kim bilmaydigan, ya'ni sekretniy bo'lgan 5 ta prompti. Birinchisi act as an expert, ya'ni bu yerga siz o'zingizni sohangizni yozib qo'yasiz. Shunda sun'iy intellekt aynan sizni sohangizda top mutaxassis bo'lib ishlaydi. Ikkinchisi give me the opposite perspective, ya'ni bitta so'ralayotgan masalani ikki tomonlama o'ylab sizga javob beradi. Uchinchisi explain like I am 10, ya'ni sizga xuddi yosh bolaga g'ijjalab tushuntirgandek detalni tushuntirib beradi. Qolgan ikkitasini aytishimdan oldin menga obuna bo'lishni unutmang. To'rtinchisi think step by step, ya'ni har bitta qadamni javobini xato qilmasdan aniq-aniq o'ylab javob beradi. Beshinchisi va eng muhimi what question should I ask, ya'ni u o'zi sizga aynan berilishi kerak bo'lgan savollarni beradi, siz ularga javob berasiz. Shularning hammasini qanaqa ishlatish bo'yicha tayyor uchebnik tayyorlab qo'yganman. Buni olish uchun, qo'lga kiritish uchun kommentariyada plus belgisini yozib qoldiring.